Chiroqchi Qoraburo bozoridan sigir so'raganlar uchun davom etamiz. 45 million, 55 million, 35 million, 45 million. Mana joyda 4 ta buzoq turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Onasini hozir o'tib ko'rsataman, mana narxlarini aytdim. Yana bir boshdan aytamiz. Aka hormang, sigirni suti qancha sut berishi, narxi 10 litr. Kun bo'yi. Ikkita bir kunga ikkita bolasi erkak, mana bolalarni ko'rsatdik. O'sha akamiz ushlagan. O'sha buzoqchasi, mana shu sigirimizni. Naryoqda ola turibdi. Olaniki qaysi? Bu. Ola sigirni bolasi bu. O ikkalasi naryoqda ikkita qizil turibdi. Ikkala sigirniki mana ko'rishlaring mumkin. Orqa holatlari. Bu ham shunday. Buni 20 ta suti bor aka. Buni 20 ta suti bor. 20 ta suti bor. Buni narxi 65 million kami bor. 65 million kami bor. Telefon nomer aytamiz, keyin yana ikkita bor, ikkalasini ham aytamiz. Ikkalasini qo'yib ketamiz, ana shu akaga chiqasizlar. 93lik 506 04 506 04 92 93lik 93lik 422 38 38. 422 38 38. Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, shu 4 ta sigirimiz uchun. Bularni qancha? 40 million, 35 million bolalari erkak, bolalari naryoqda turibdi. Bular bitta ko'rsatamiz sigirni hozirga. Ko'rishlari mumkin. Orqadan, yondan ko'rinishlar mana. Bolalari naryoqda ko'rsatamiz hozir. Bularchi, men bolalarim ham bu ikkalasi. Ikkita qizilniki, mana shu hukscha ikkalasi. Bolalar o'rtalasi hukscha. Bu ikkalasiniki, bu ikkalasi naryoqda ikkita qizil sigirlik. Bo'ldimi aka? Telefon nomer qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar, narxlarini aytdik, qancha sut berishligini aytdik. Qolgan agar informatsiya bermagan bo'lsak, akalarga chiqaverasizlar. Mana shu akalarimiz kelishtirib qilib beradi. Sog' bo'linglar, layklar bosinglar.